Assalomu alaykum, Gulbahor opa, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Yaxshi borib keldingizmi Turkiyaga? Nevarangiz qanaqa ekan? Sog'ligi qanaqa? Natijalaringizni aytib bering. Rahmat. Umringizdan baraka topinglar. Yaxshiyam shu anaqa vertera mahsulotlarini olishni, ichishlikni Alloh nasib qildi. Mani qizim Turkiyada farzandli bo'luvdi. O'sha farzandida gipotireoz anaqasi aniqlanibdi, diagnoz qo'yishibdi. Qanchalik? Bolami? Bola hozir 10 oylik. Aha. Gipotireoz bo'lgan ekan, keyin anaqasi ko'payib ketibdi. Tiroidi ko'payib ketgandan keyin ular uni tushirishga udarniy dozada dori bera boshlashibdi. Keyin antibiotik berishibdi. U antibiotik berganda ular probiotik bermagan. Men qizimga aytdim, probiotik berishlik kerak edi antibiotik bergandan keyin dedim. Ularda unaqa narsa yo'q ekan, so'ra aytgan ekan. Undan keyin tiroidga dorilar berishibdi. Tiroidga dorilar ichdi. Ichib turgan paytida men bu betdan, Toshkentdan anaqani umniy rebyonikni olib qizim oldiga bordim. Turkiyaga borib analizlarini ko'rdim. Analizlari yoqmadi menga. Men aytdimki, mana shuni ichaylik dedim. Keyin nima bo'lganini dedim, har analizingni olib kelib menga topshirasan dedim. Bo'ldi dedik. Shundan Allohga tavakkal bera boshladik. Oldin bir osh qoshiqdan berdik. Keyin bir osh qoshiqdan berib, keyin 15 kundan keyin qarasak analizda o'zgarish bor, yaxshilikka. Shundan keyin haligi endi onasiz tezroq tuzala qolsin dedim. Ikkita qoshiqqa o'tdik. Ikkita qoshiqni ham ichirdik. Keyin 15 kundan keyin qarasak yana ham yaxshi analiz. Keyin bor dedim, Allohga tavakkal, o'sha bittani ikkiga bo'lib berishga anaqa qildik. Qaror qildik. Bittani ikkiga bo'lib berdik o'sha umniy rebyonikka. Shundan keyin 15 kundan keyin tekshirsak juda ham yaxshi chiqdi analizi. Undan keyin yana xuddi shu anaqada me'yorda olib bordik. Ya'ni bitta umniy rebyonikni ikkiga bo'lib berdik. Bola o'zi 10 oylik bo'lguncha ichirdik. Men 2,5 oy o'sha yerda bo'lgan bo'lsam, har 15 kunda analiz topshirgan bo'lsam, analizdagi o'zgarishlarni ko'rib, xursand bo'lib, oxirida o'sha antibiotikni ko'p berganligi uchun bolani ichi mikroflorasi buzilib qolib, ichi kelmaydigan bo'lib qoldi. Shu bir 10 kunda keldi, qo'rqib ketdik. 10 kunda keldi, 7 kunda, 6 kunda, 5 kundaga tushdi. Nima ham yubordik. Glitserin va svechalardan ham kelmadi. Juda qo'rqib ketib, inaki borib so'rasak, doktorlar hech narsa qilmaydi, yaxshi bo'lib ketadi dedi. Kelmaydim, bekor etibdi deb o'sha Turkiyaga borganimdan doktorlarga gapirmasdan, ularga hech narsa demasdan probiotik ichirtirdim, majburlab. Probiotik ichirdik bolaga, inaki umniy rebyonik ichirdik. O'shandan keyin mana hozir 2,5 oy bo'lgan bo'lsam, oxirgi analizlar juda yaxshi, hamda o'sha ichi faoliyatini buzilganligi uchun bolani ichini butun makro mikro elementlar ham kamayib ketgan, ko'payib ketgan, juda anaqa ahvol chatoq edi. O'shandan keyin Allohga tavakkal shu dorini berganimizdan keyin hamma narsa normaga keldi. Meni qo'limda analizlarim bor. Har 15 kunlik analizni olib keldim.